Annyeonghaseyo yorobon. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi undoshlarini o'rganamiz. Koreys tilida umumiy 19 ta undosh harf mavjud. Birinchi harf K va G harfi. Bugun boshida va oxirida kelganda K deb, ikkinchi o'rtasida kelganda esa G deb talaffuz qilinadi. Ikkinchi harf N harfi. Bu harf har doim bir xil o'qiladi. Uchinchi harf T va D harfi. Bugun boshida va oxirida T deb, ikkinchi o'rtasida esa D deb talaffuz qilinadi. To'rtinchi harf L va R harfi. Bugun boshida va oxirida kelganda L deb, ikkinchi o'rtasida kelganda esa R deb talaffuz qilinadi. Beshinchi harf M harfi. Bu harf har doim bir xil o'qiladi. Oltinchi harf P va B harfi. Bu harf bugun boshida va oxirida kelganda P deb, ikkinchi o'rtasida kelganda esa B deb o'qiladi. Yettinchi harf S va Sh harfi. Bu harf har doim S deb o'qiladi, faqatgina I, Ya, Yo, Yo, Yu, Vi unilari bilan kelganda Sh deb o'qiladi. Sakkizinchi harf G harfi. Bu harf unli harflar oldida kelsa o'qilmaydi. Qolgan payt har doim bir xil o'qiladi. To'qqizinchi harf Ch va J harfi. Bugun boshida va oxirida kelsa Ch, ikkinchi o'rtasida kelsa J deb o'qiladi. 10-chi harf Ch harfi. Bu harf har doim bir xil o'qiladi. 11-chi harf K harfi. Bu harfni talaffuz qilish biroz qiyinroq bo'lib, K va H harflarini qo'shib K tarzida talaffuz qilinadi. 12-chi harf T harfi. Bu harfni talaffuz qilishda ham xuddi oldingi harf singari T va H harflarini qo'shib talaffuz qilish kerak, T tarzida. 13-chi harf P harfi. Bu harfda ham yana P va H harflari P tarzida talaffuz qilinadi. Va bizda 14-chi harf H harfi. Bu harf har doim bir xil o'qiladi. 15-chi harf T, 16-chi harf Ch. 17-chi harf K, 18-chi harf P. 19-chi harf S va Sh. Bu harf ham oddiy S kabi hamma joyda S deb o'qiladi, faqatgina A, Ya, Yo, Yu, Vi harflari bilan kelganda Sh deb o'qiladi. Mana yorobon, biz siz bilan koreys tilidagi barcha undoshlarni o'rgandik. Aynan shu o'rgangan undoshlarimizning oxirgi 5 tasi qo'sh undoshlar hisoblanadi. Bugungi o'rgangan harflarimizni o'zingiz mustaqil ravishda talaffuz qilib qaytaring, shunda ularni yodlab olishingiz osonlashadi.